Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim, ko'pchilikning yuragini xavotirga solayotgan masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarga pensiya to'xtatildi. Hukumat bayonot berdi. Endi kimlarning pensiyasi berilmaydi degan gaplar atrofida katta shov-shuv bo'lyapti. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, qarindoshlariga, chet elda yurganlarga, bank kartasi orqali pensiya olayotganlarga, vaqtincha boshqa hududda yashayotganlarga ham bevosita tegishli. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, aksincha vaziyatni aniq, sodda va huquqiy tomondan tushuntirish uchun gapiryapman. Chunki birgina noto'g'ri tushuncha odamni o'ylab pensiyasiz qoldirishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam muammoga tushmaydi. Avvalo, eng muhim savol: pensiya haqiqatan ham ommaviy ravishda to'xtatilyaptimi? Yo'q, hammaning pensiyasi birdaniga to'xtatilmayapti. Lekin ayrim holatlarda pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi, tekshiruvga olinishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Odamlar esa buni hammaning pensiyasi to'xtatildi deb noto'g'ri talqin qilishyapti. Ilgari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, pensiya jamg'armasiga borib ariza yozish, bank yoki pochta orqali tasdiqlash asosida yuritilar edi. Pensioner yashab turgan joyida bo'lsa, pensiyasini naqd olib tursa yoki bank kartasidan o'zi foydalanib tursa, odatda muammo kam bo'lardi. Lekin hozir raqamlashtirish kuchaydi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi oshdi. Fuqarolarning yashash manzili, vafot etganlik holati, chet elga chiqib ketganligi, bank kartasi harakati, biometrik tasdiqlash kabi masalalar ko'proq tekshirila boshladi. Mana shu o'zgarishlar sababli ayrim pensionerlarda pensiya to'lovi avtomatik tarzda to'xtab qolishi mumkin. Lekin bu davlat pensiyani bermay qo'ydi degani emas. Ko'pincha sabab bitta bo'ladi. Tizimda pensioner haqidagi ma'lumot tasdiqlanmagan. Hujjatlarda nomuvofiqlik bor. Odam uzoq vaqt pensiyani olmagan, karta ishlamagan, yashash joyi o'zgargan yoki shaxsning hayotligi tasdiqlanmagan. Hukumat va tegishli tashkilotlarning bayonotlarida odatda shunday mazmun bo'ladi: pensiya to'lovlari qonunchilik asosida amalga oshiriladi. Kimning huquqi bo'lsa pensiyasi beriladi. Lekin noqonuniy to'lovlar, vafot etgan shaxs nomiga pul tushishi, boshqa odam tomonidan noto'g'ri olish holatlari oldi olinadi. Bu oddiy fuqaroga qo'pol eshitilishi mumkin, lekin davlat byudjeti va pensiya tizimi uchun bunday nazorat zarur. Oldin pensioner pensiyasini pochta orqali olib kelishsa, pochta xodimi uyga kelardi yoki odam o'zi borib olardi. Agar bir oy olmasa, keyingi oy ham yig'ilib turishi mumkin edi. Hozir esa bank kartalari, elektron bazalar, avtomatik monitoringlar sababli harakatlar tezroq ko'rinadi. Masalan, pensioner 3 oy davomida kartasidan pul yechmasa, tizimda savol paydo bo'lishi mumkin. Bu odam pensiyasidan foydalanyaptimi? Sog' salomatmi? Boshqa davlatga ko'chib ketmadimi? Vafot etgan bo'lishi mumkinmi? Yana bir o'zgarish shuki, davlat idoralari bir-biri bilan ma'lumot almashadi. Masalan, FDYda o'lim holati qayd etilsa, pensiya to'lovi to'xtatiladi. Migratsiya tizimida odam uzoq muddat chet elga chiqib ketgani ko'rinsa, ayrim turdagi to'lovlar bo'yicha qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Bank kartasi bloklangan bo'lsa yoki fuqaroning pasport ma'lumoti muddati tugagan bo'lsa, pul tushishi yoki yechilishi bilan bog'liq muammo chiqadi. Ko'pchilik xavotirining sababi ham shunda: odamlar men hech narsa qilmagan bo'lsam ham nega pensiyam kechikdi deb o'ylaydi. Aslida kechikish ko'pincha texnik hujjat yoki tasdiqlash masalasi bo'ladi. Lekin pensioner uchun bir kunlik kechikish ham og'ir. Chunki dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarz, nabirlarning xarajati bor. Men shuni yaxshi tushunaman. Shuning uchun aynan kimlar xavotirlanishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahima qilmasligi kerakligini alohida tushuntiraman. Birinchi guruh: uzoq vaqt pensiyasini olmagan pensionerlar. Masalan, 2002 yoshli otaxonning pensiyasi har oy kartaga tushadi. Lekin u kasalligi sabab pulni yechmaydi. Farzandi esa yig'ilib tursin deb qo'yadi. 3-4 oy davomida karta bo'yicha harakat bo'lmasa, tizim buni tekshirishi mumkin. Bu holatda pensiya butunlay bekor qilinmaydi. Lekin to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Otaxon o'zi yoki ishonchli vakili orqali pensiya bo'limiga murojaat qilib, holatini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh: chet elda uzoq muddat yashayotgan pensionerlar. Masalan, onaxon o'g'lining oldiga Rossiya, Turkiya yoki Qozog'istonga ketgan. Pensiyasi O'zbekistondagi kartaga tushib turadi. Agar u uzoq vaqt mamlakatga qaytmasa, ayrim holatlarda shaxsning hayotligi yoki
doimiy yashash holati bo'yicha tasdiq talab qilinishi mumkin. Bunday paytda konsullik notarial tasdiq yoki vakolatli organlar orqali hujjat yuborish kerak bo'lishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar pensiya baribir tushaveradi deb hech narsa qilmaydi. Keyin bir kuni karta bo'sh qoladi. 3-guruh pasporti yoki ID kartasi bilan bog'liq ma'lumotlari yangilanmagan pensionerlar. Masalan, fuqaroning eski pasportidagi familiyasi bir xil, lekin yangi ID bazasida bitta harf boshqacha yozilgan. Yoki tug'ilgan sana eski hujjatda 1926 mart, bazada esa 1926 10 mart bo'lib qolgan. Bunday mayda xato ham tizimda muammo keltirib chiqaradi. Pensiya bo'limi ma'lumot mos emas deb to'lovni tekshiruvga qo'yishi mumkin. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu pensiyalar ayrim shartlarga bog'liq. Masalan, nogironlik guruhi muddat tugagan bo'lsa, tibbiy ko'rikdan qayta o'tish kerak. Bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, yoshi o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan tasdiqlanishi muhim. Agar talaba o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, to'lov shartlari o'zgarishi mumkin. 5-guruh pensiyani boshqa odam ishonchnoma orqali olayotgan holatlar. Agar ishonchnoma muddat tugasa, bank yoki pensiya bo'limi pul berishni to'xtatadi. Masalan, onaxon yura olmaydi. Qizi ishonchnoma bilan pensiyasini olib turadi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, muddati tugagan, lekin oila buni unutgan. Keyingi oy bank pul bermaydi. Oila pensiya to'xtatildi deydi. Aslida saf hujjat muddati tugagan. Agar siz O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiyangiz har oy kartaga tushayotgan bo'lsa, kartadan muntazam foydalanayotgan bo'lsangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, pensiya turini olish shartlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, ortiqcha vahima qilishga asos yo'q. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan, har oy bank yoki pochta orqali pulni olayotgan, yashash manzili aniq, telefon raqami ishlayotgan. Bank kartasi faol bo'lgan odamlarning pensiyasi o'z-o'zidan to'xtatilmaydi. Lekin men baribir profilaktika sifatida yilga kamida 1 marta pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshirtirishni maslahat beraman. Ayniqsa familiya o'zgargan bo'lsa, yangi ID olgan bo'lsangiz, boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, buni kechiktirmang. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli ayol pensiyasini bank kartasida yig'ib kelgan. Har oy 1.400.000 so'm tushgan, lekin 3 oy pul yechilmagan. 4-oyda pensiya kelmay qolgan. Farzandlari vahima qilib, onamizning pensiyasini bekor qilishdi deb o'ylagan. Pensiya bo'limiga borishganda ma'lum bo'lgan. Tizim pensionerning holatini tasdiqlashni so'ragan. Onaxon shaxsan borgan, ID kartasi ko'rsatilgan, ariza yozilgan. To'xtatilgan oylar bo'yicha summa qayta hisoblab to'lab berilgan. Ikkinchi misol. 5 yoshli otaxon Samarqandda ro'yxatda turadi, lekin qizi bilan Farg'onada yashaydi. Pensiya kartaga tushadi, lekin yashash manzili bo'yicha ma'lumot eski. Bir tekshiruvda otaxon ko'rsatilgan manzilda yashamayotgani aniqlangan. Bu pensiya huquqini yo'qotdi degani emas, lekin tizimda savol tug'ilgan. Otaxon haqiqiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni tartibga solgandan keyin muammo hal bo'lgan. Demak, manzil masalasi oddiy ko'rinsa ham muhim. 3-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning tibbiy qayta ko'rik muddati tugagan. U meni oldin nogiron deb belgilashgan, endi doim olaman deb o'ylagan. Lekin nogironlik guruhi ayrim holatlarda muddatli belgilanadi. Muddati tugasa, tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tish kerak. O'tmasa pensiya vaqtincha to'xtaydi. Keyin qayta tasdiqlansa, qonunchilikdagi tartibga qarab to'lov tiklanadi. 4-misol. Talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan edi. U kunduzgi ta'limda o'qiyotganda pensiya davom etgan. Keyin o'qishni tashlagan, lekin pensiya bo'limiga xabar bermagan. Keyinchalik bu aniqlanganda nafaqat to'lov to'xtagan, balki ortiqcha to'langan pullarni qaytarish masalasi ham ko'tarilgan. Shuning uchun shartga bog'liq pensiya olayotganlar har qanday o'zgarishni yashirmasligi kerak. Bu yerda juda muhim bir narsa aytaman. Pensiya to'xtatilishi har doim jazolash degani emas. Ba'zan u vaqtincha texnik choradir. Masalan, odam vafot etgan deb xato kiritilgan bo'lishi mumkin. Yoki bank kartasi hisob raqami yopilgan bo'lishi mumkin. Yoki pensioner yangi karta olgan, lekin pensiya tizimida eski karta qolgan. Bunday holatda muammo hujjat bilan isbotlansa, to'lov tiklanadi. Yana bir nozik jihat. Agar pensioner vafot etsa, uning o'limidan keyingi pensiyani boshqa odam ishlatishi mumkin emas. Oila a'zolari ba'zan baribir dadamning puli edi deb o'ylaydi.
lekin qonuniy tartib boshqa. Vafot etgan shaxs nomiga tushgan, lekin olinmagan pensiya bo'yicha meros, dafn puli yoki boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Ammo kartadan yashirincha pul yetish keyinchalik jiddiy muammo tug'diradi. Bank kamerasi, SMS, karta harakati, terminal ma'lumotlari hammasi tekshiriladi. Yana bir muhim masala. Pensiyani farzand yoki qarindosh olishi uchun oddiy mening onam yoki mening otam degan gap yetmaydi. Ishonchnoma, vasiylik, homiylik yoki qonuniy vakillik bo'lishi kerak. Agar pensioner yura olmaydigan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish, ayrim hollarda tibbiy ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Bu ishni vaqtida qilmasangiz pensiya kelib tursa ham uni yechib olishda muammo bo'ladi. Chet eldagi pensionerlar uchun yana bir tuzoq bor. Telefon raqami ishlamay qoladi, SMS kod kelmaydi, bank ilovasiga kira olmaydi, karta muddati tugaydi. Shunda odam pensiyam yo'q oldi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan yoki bank xavfsizlik sabab loqalagan bo'ladi. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensioner bank kartasining muddati, ishonchli telefon raqami, bank ilovasiga kirish imkoniyati va yaqin kishiga berilgan vakolatni oldindan hal qilib ketish kerak. Endi eng muhim qismga keldik. Agar pensiyangiz kechiksa yoki to'xtab qolsa, nima qilish kerak? Birinchi qadam, vahima qilmang va darhol sababni aniqlang. Eng yaqin bank bo'limiga yoki pensiya tayinlangan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Kartaga pul tushmaganmi yoki tushib yechib bo'lmayaptimi? Shuni ajrating. Bu ikki xil masala. Agar pul tushmagan bo'lsa, pensiya tizimida muammo bo'lishi mumkin. Agar pul tushgan, lekin yechib bo'lmasa, bank kartasi yoki hisob raqami muammosi bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi, telefon raqam, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi kerak bo'ladi. Nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Vafot etganlik guvohnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, yozma ariza bering. Og'zaki nima bo'ldi deb so'rash bilan cheklanib qolmang. Arizada mening pensiya to'lovim falon oydan boshlab kelmayapti. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va qonuniy asos bo'lsa to'lovni tiklashingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. Bu keyinchalik juda muhim bo'ladi. 4-qadam, agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy vakil yuboring, lekin vakilda ishonchnoma bo'lishi shart. Agar pensioner to'shakka mixlangan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish mumkin. Agar aqli yoki sog'liq holati sabab hujjat imzolay olmasa, vasiylik masalasi qonuniy tartibda hal qilinadi. Qo'shnim borib so'rab kelsin degan usul rasmiy masalalarda yetarli emas. 5-qadam, agar noto'g'ri to'xtatilgan bo'lsa, qayta hisob kitobni talab qiling. Pensionerning huquqi saqlangan bo'lsa, lekin texnik yoki hujjat sabab to'lov to'xtagan bo'lsa, tegishli davr uchun pul qayta hisoblanishi kerak. Bu yerda muddatlar, sabablar va qonuniy tartib muhim. Shuning uchun ham ariza va javoblarni yozma shaklda saqlang. 6-qadam, agar sizga pensiya bekor bo'ldi deyishsa, darhol asos so'rang. Qaysi qonun moddasi, qaysi qaror, qaysi hujjat asosida oddiy og'zaki javob bilan rozi bo'lmang. Davlat organi qaror qabul qilgan bo'lsa, uning yozma asosi bo'lishi kerak. Agar siz norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 7-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini tekshirib qo'ysin. Ko'pchilik pensionerlar telefon, bank ilovasidan ID karta onlayn tizimlarni yaxshi tushunmaydi. Farzandlar esa hammasi joyida deb yuradi. Men tavsiya qilaman. Oyga bir marta ota-onangizning pensiyasi tushgan, tushmaganini tekshiring. Karta muddati tugamaganini ko'ring. SMS kelayotgan raqam ishlayaptimi? Pasport yoki ID ma'lumotlari to'g'rimi? Ishonchnoma muddati bormi? Shularni nazorat qiling. Hukumat yoki mas'ul idoralar bunday mavzularda bayonot berganda ko'pincha ikkita maqsad bo'ladi. Birinchisi, odamlarni tinchlantirish, qonuniy pensiyalar to'lanadi, hech kimning haqli puli sababsiz olib qo'yilmaydi. Ikkinchisi, tartibni kuchaytirish, noqonuniy, hujjatsiz, shartlari tugagan yoki vafot etgan shaxs nomiga davom etayotgan to'lovlar oldi olinadi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Tizimda nazorat kuchaygani oddiy pensioner uchun qo'rqinchli bo'lmasligi kerak. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, lekin beparvolik qilish ham mumkin emas. Bugungi kunda keyin boraman. Baribir tushaveradi. Hech kim tekshirmaydi degan davr o'tyapti.
ma'lumotlar bazasi ishlayapti, idoralar bog'lanmoqda, bank harakatlari ko'rinmoqda. Shuning uchun qonuniy huquqingizni saqlab qolish uchun siz ham o'z ma'lumotlaringizni tartibda ushlangiz kerak. Yana bir narsani unutmang. Har bir shov-shuvli xabar to'liq haqiqat bo'lavermaydi. Ertadan hammaning pensiyasi to'xtaydi. Faqat falon hujjat bo'lmasa pensiya yo'q. Chet elga chiqqanlarning hammasi pensiyasiz qoladi. Kabi gaplar ko'pincha noto'g'ri yoki bo'rttirilgan bo'ladi. Har doim rasmiy manbaga, pensiya jamg'armasi ma'lumotiga, bank izohiga va yozma javobga tayaning. Demak, aziz tomoshabinlar, pensiya masalasidagi asosiy haqiqat shuki, qonuniy huquqi bor pensionerning pensiyasi sababsiz bekor qilinmaydi. Lekin hujjatdagi xato, yashash manzilidagi nomuvofiqlik, karta muammosi, ishonchnom muddati tugashi, nogironlik guruhi qayta tasdiqlanmasligi, o'qish holati o'zgarishi yoki shaxsning hayotligi tasdiqlanmasligi sabab pensiya vaqtincha to'xtashi mumkin. Mening sizga maslahatim, bugun ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tekshirib chiqing. ID karta, bank karta, telefon raqam, manzil, ishonchnoma, tibbiy hujjat, o'qish ma'lumotnomasi kabi narsalarni tartibga keltiring. Pensiya kechiksa og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma ariza bering va rasmiy javob oling. Sizning hududingizda ham pensiya kechikishi yoki to'xtab qolishi holati bo'ldimi? Sababi nima ekan? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta vaqtida berilgan maslahat butun oilani katta tashvishdan saqlab qolishi mumkin.